Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun demak siz bilan kimyo bo'yicha ma'ruzalarimizni boshlaymiz. Demak, birinchi ma'ruzamiz kimyoning asosiy tushunchalari va qonunlari. Demak, fan sifatida kimyo moddalar va ularning o'zgarish qonunlarini o'rganadigan fanning sohasi hisoblanadi. Demak, asosiy o'rganish obyektlarimiz bu modda va uning o'zgarishi. Demak, birinchi moddani nimadan tashkil topgan, materialni tuzilish birliklari bilan tanishib o'tamiz. Demak, atom kimyoviy elementlar, kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lgan kimyoviy elementlarning eng kichik birligi hisoblanadi. Atom bu o'zi moddaning eng kichik birligi, ya'ni atom bo'linmas zarracha. Uning markazida yadro va uning atrofida harakat qiluvchi manfiy zaryadlangan elektronlardan tashkil topgan elektroneytral zarracha. Elektroneytrallik shartidan bilinib turibdiki, demak yadro musbat zaryadlangan bo'ladi, uning atrofida harakatlanuvchi elektron bo'lsa manfiy zaryadlangan bo'ladi. Kimyoviy element bo'lsa, bu yadrosidagi musbat zaryadlari bir xil bo'lgan, ya'ni yadrosining zaryadi bir xil bo'lgan atomlarning muayyan bir turiga kimyoviy element deyiladi. Hozirgi kunda kimyoviy elementlarning 118 ta turi mavjud bo'lib, atomlar turi bularnikidan bir necha barta ko'p. Sababi har bitta kimyoviy element bu demak ma'lum bir atomlarning turi hisoblanadi. Ya'ni atomlar deylik kislorodning 3 ta izotopi bo'ladigan bo'lsa, ular birgalashib bitta kimyoviy elementni namoyon qiladi. Molekula bu moddani mustaqil ravishda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan va kimyoviy xossalarni o'zida saqlaydigan eng kichik birlik hisoblanadi. Molekulalar uyushmasi modda deyiladi, lekin bitta molekulaga hech qachon kimyoviy va fizikaviy xossalar, xususiyatlar xos bo'lmaydi. Sababi molekula bu xossalarni saqlaydi, fizik, kimyoviy xossalarni o'zida saqlashi mumkin, lekin ko'rsata olmaydi. Modda bu demak modda bu demak molekula va atomlarning yig'indisi hisoblanadi. Ya'ni u yerda bitta molekula bo'lmaydi, u yerda bitta atom bo'lmaydi. Agar molekulalar bir xil atomlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bir xil turdagi atomlardan iborat bo'lsa, bularni oddiy modda deymiz. Masalan, vodorod, kislorod, xlor, temir, margan, oltin kabilar, demak, bular oddiy moddalar deyiladi. Bilingki, jism bilan moddani farqi bor, aralashma bilan oddiy moddani farqi bor. Misol, ko'pchilik odam tillani va oltindan farqlolmaydi. Tilla bu aralashma hisoblanadi. Oltin bo'lsa toza modda hisoblanadi. Tillada endi mis bilan oltin aralashgan bo'ladi. U yerda ikkita oddiy modda bo'lishi mumkin, lekin tilla bu aralashma hisoblanadi. Endi turli atomlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, demak, ularni misol biz murakkab moddalar deyishimiz mumkin. Endi nisbiy atom massa va nisbiy molekulyar massalar tushunchasi. Nisbiy atom massa bu atomning haqiqiy massasini bir massa atom birlikka nisbati, ya'ni bir massa atom birlikka nisbati deganimiz bu 1,66 10 darajasi minus 27 kilogrammga teng. Bu massaning atom birligi hisoblanadi. Bu massaning atom birligi bo'lsa, uglerodning 12 izotopini massasini 12 dan bir qismiga hisoblangan. Nisbiy molekulyar massa bu ham haqiqiy massadan farq qiladi. U molekulyar massa juda ham kichkina, atom massa ham juda ham kichkina son bo'lganligi sababli biz nisbiy atom va nisbiy molekulyar massalarni kiritganmiz. Har ikkala son ham birliksiz hisoblanadi, ya'ni bular o'lchamsiz. O'lchamsiz kattaliklar hisoblanadi. Bularning hech qanaqangi o'lchami yo'q. Endi 1 mol moddaning mol miqdori demak bu tarkibida 6,02 10 darajasi 23 dona zarracha saqlaydigan moddaning qismiga demak 1 mol deyiladi. 1 mol moddaning massasi molar massa deyiladi. Molar massa nisbiy molekulyar massadan farq qiladi. Molar massa bu 1 mol moddaning massasi. Nisbiy molekulyar massa bu massani, bitta molekulaning massasini bir massa atom birlikka nisbatini ko'rsatadi. Endi kimyoning asosiy tushuncha qonunlariga keladigan bo'lsak, demak bu massa va energiyaning saqlanish qonuni, massalar saqlanish qonuni, ya'ni reaksiyaga kirishayotgan moddalarning massalari yig'indisi reaksiya natijasida ajralib chiqadigan moddalar massalari yig'indisiga doimo teng bo'ladi. Bu degani massa yo'qdan bor bo'lmaydi va bordan yo'q bo'lmaydi. Qancha massa modda reaksiyaga kirishgan bo'lsa, shuncha modda massa yana hosil bo'ladi. Faqat bu yadro reaksiyalari uchun xos bo'lmagan holat hisoblanadi, chunki yadro reaksiyalari juda katta energiya ajralishi bilan sodir bo'lganligi sababli, o'rda Einstein qonuni bo'yicha demak mc kvadrat, ya'ni juda katta miqdorda energiya ajralib chiqishi juda kichik miqdorda massani kamayishiga olib keladi. Demak, biz uni bunaqangi massani o'lchay olmaymiz. Aynan kimyoviy jarayonlarda bunaqa massani o'lchash mumkin emas. Juda kichkina bo'ladi, lekin baribir nisbatan o'zgaradi. Tarkibining doimiylik qonuni, demak, Jozef Louis Proustning nomi bilan bog'liq. Har bir kimyoviy birikma hosil bo'lish, ya'ni olinish usulidan, joyidan qat'iy nazar doimiy o'zgarmas tarkibga egadir. Ya'ni bunga faqat molekulyar tarkibli moddalar bo'ysunadi, nomolekulyar tarkibli moddalar bu qonuniyatga bo'ysunmaydi. Endi keyingimiz bu
Hajmiy nisbatlar qonuni reaksiya kirishayotgan gazlarning va hosil bo'layotgan gazlarning hajmlari har doim kichik butun sonlar nisbatida bo'ladi. Geliuslar qonuni. Demak, ko'rishimiz mumkinki, bu yerda mana vodorod va kisloroddan suv hosil bo'lyapti. Agar ularni hammasini gaz holatida tasavvur qiladigan bo'lsak, ularning hajmiy nisbatlari, ya'ni 44:8, 22:4 va 44:8, demak, kichik butun sonlar nisbatida hosil bo'ladi. Ya'ni 2, 1, 2. Avogadro qonuni, ya'ni bir xil sharoitda turli xil gazlarni tarkibidagi, agar ularni hajmlari teng bo'ladigan bo'lsa, tarkibidagi zarrachalar soni, ya'ni molekulalar soni ham bir xil bo'ladi. Demak, xulosalar. Bir xil sharoitda har qanday gazning 1 moli bir xil hajmni egallaydi. Ya'ni har qanday gazning normal sharoitdagi hajmi 22,4 litr hajmni egallaydi. Har qanday gazning 1 mol miqdori 22,4 ga teng deb olishimiz mumkin. Endi bir xil sharoitda olingan ikkita gazning teng hajmlarida massalari bir-biridan farq qilsa-da, ulardagi zarrachalar soni bir xil bo'ladi. Ekvivalentlik qonuni. Ekvivalentlik qonuni, demak, bu 1 mol vodorod yoki bo'lmasa 8 gramm kislorod, 1 mol vodorod atomi yoki 8 gramm kislorod atomining o'rnini egallay oladigan massaga ekvivalent massa deyiladi. Va ekvivalent massa bir kimyoviy ekvivalent deb yuritiladi. Oddiy moddalarda ekvivalent massani, demak, ularning nisbatan massasini valentligiga bo'lish bilan topilsa, murakkab moddalarda bo'lsa, demak, ularning molar massalarini zaryadlar va atomlar sonining ko'paytmasiga bo'lish orqali topishimiz mumkin. Demak, kislorodning ekvivalenti nisbiy atom massa 16 ni 2 ga bo'lib 8 gramm. Alyuminiy ekvivalenti 27 gramm molni bo'lamiz 3 ga, demak 9 gramm mol ekvivalent chiqadi. Demak, kislotalarning ekvivalent massasini, ularning molar massasini vodorodlarning soniga, vodorod kationlarining soniga nisbati orqali topishimiz mumkin. Asoslarnikini bo'lsa, gidroksil ionlarining soniga nisbati orqali topishimiz mumkin. Quyida sizga, demak, sulfat kislotaning ekvivalenti 49 gramm taqsim ekvivalent. Gidroksillarda kalsiy gidroksidning ekvivalenti bo'lsa 37 gramm taqsim ekvivalent, ya'ni molar massani ikkita gidroksil guruhga bo'lish orqali topishimiz mumkin. Tuzlarda demak biza tuzni molar massasini bo'lishimiz kerak o'rdagi kationlar sonini ko'paytirilgan zaryadlarga. Ya'ni kalsiyning zaryadlari 2+, u yerdagi kalsiy ionlarining soni bo'lsa bitta. Shuning uchun 1 ni 2 ga ko'paytiramiz va molar massani 2 ga bo'lamiz. Bu yerda 53 gramm taqsim mol. Oksidlardagisi. Oksid hosil qiluvchi elementni zaryadi va uning soniga ko'paytmasi orqali topishimiz mumkin. Quyida sizga karbonat angidrid va is gazining ekvivalent massalari keltirilgan. Endi ekvivalentlik qonuni, reaksiya kirishayotgan paytda reaksiya kirishuvchi moddalarning massalarining nisbati o'rdagi moddalarning ekvivalent massalari nisbatiga teng bo'ladi, ya'ni to'g'ri proporsional bo'ladi. Endi gaz qonunlariga to'xtaladigan bo'lsak, demak, gaz qonunlari bilamiz, fizika kursidan bilamiz. Bu demak izobarik jarayon, izotermik jarayon va izoxorik jarayonlar bilan ifodalanadi. Bularning birlashgan holatda, demak, biza Mendeleev-Klaperon tenglamasini, ya'ni ideal gazlar uchun holat tenglamasini olishimiz mumkin. Bu yerda ko'rib turganingizdek, demak, bosim, bu gazning hajmi proporsional bo'ladi. Bu yerdagi gazning mol miqdori universal doimiy va temperaturaga ko'paytmasiga. Endi, demak, Daltonning parsial bosim qonuni. Demak, agar bizda bir xil sharoitda agar ma'lum bir sharoitda turgan gazlar aralashmasidagi umumiy bosim u yerdagi har bitta gazning xususiy bosimlar yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni agar bizda 5 ta gaz bo'ladigan bo'lsa, 5 ta gaz aralashib bitta sistemada turgan bo'lsa, demak, o'sha sistemaning umumiy bosimi u yerda sistemani tashkil etuvchi gazlarning har bittasining xususiy bosimlari yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi gazlarning yig'indisini beradi. Demak, Dalton qonuni, demak, hozir ta'kidlab o'tganimizdek, hamma gazlarning parsial bosimlarining yig'indisi umumiy gaz sistemasining bosimini beradi. Demak, shu bilan biz bugungi mavzuyimizni yakunlaymiz. Keyingi mavzularimizda bu berib o'tilgan tushunchalarimizga yana ham chuqurroq to'xtalib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'lasiz.